Giyohvandlik asr vabosi, uni o'z xonadonida yetishtirish, parvarishlash esa eng og'ir jinoyatlardan biri. Qoradori 2025 keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlari doirasida o'tkazilgan navbatdagi tadbirlar davomida insonlar o'limiga sabab bo'layotgan giyohvandlik vositasini yetishtirib kelayotganlar ushlandi. 2025-yil 24-may kuni Buxoro tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan Qoradori 2025 tezkor tadbiri davomida Amirobod Guliston mahallasida yashovchi shaxs xonadonida 11 tup kannabis o'simligini qonunga xilof ravishda ekib parvarishlab kelayotganligi aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 270-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirgi kunda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. 2025-yil 31-may kuni Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi va Rumitan tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan hamkorlikda o'tkazilgan Qoradori 2025 tezkor tadbiri davomida tumanning Navbahor mahallasida yashovchi fuqaro o'zining yashash uyi tomorqasida 7 tup kannabis giyohvandlik o'simligini ekib parvarishlab kelayotganligi hamda xonadonidagi yotoqxonasi ichida og'irligi 0,78 grammga teng bo'lgan giyohvandlik vositasini qonunga xilof ravishda saqlab kelayotganligi aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.